Kompyuterda ko'zini ko'kartirib qo'yadi. Hop, ko'kartirsa nima bo'ladi? Больницаga yotqizadi. Bilimli do'ppi kiyishadi. Hech kim kalta yubka kiymaydi. KFC va chechevitsa. My name is Ruxshona. I'm 9 years old. Ismingiz? E'zozi. Aljabr maktabi yoqadimi sizga? Nimasi yoqadi? Hamma otryad bo'lib yuradi. Bilimli do'ppi kiyishadi. Hech kim kalta yubka kiymaydi. Agar kech uxlasa, uyg'onish qiyin. Vaqtli uxlasa qiyin emas. 4 kara 5 necha? 4 kere 5 20. Hop, 7 kara 8. 7 kere 8 56. 6 kara 4. 6 kere 20. Fanlarda qaysi fan yoqadi? Ona tili. Ona tili zo'r. Ona tilida bizda nechta harf bor? 29 ta. 29 ta. Qanchasi unli, qanchasi undosh? 6 tasi unli, 23 tasi undosh. Kompyuterda ko'zini ko'kartirib qo'yadi. Hop, ko'kartirsa nima bo'ladi? Больницаga yotqizadi. Keyinchi? Pul to'lash kerak bo'ladi. Ha, ovqatlardan qaysi yoqadi? Eng ko'p. Eng ko'pi KFC va chechevitsa. Zo'r. O'zingiz ham ovqat qilish bilasizmi? Yo'q. Pollardaman, supuraman. Ana zo'r. Keyin xonamni ishtiraman. Ko'pincha ona tilidan, matematikalardan ko'p misollar yechamiz. Ko'p narsalar yozamiz. Bizga yoqadi, umuman charchamaymiz. Katta bo'lsam stewardessa bo'lmoqchiman. Stewardessalar nima ish qiladi? Stewardessa ko'pincha odamlarga yordam beradi. Samolyotda uchayotganda ovqatlab berishadi. My name is Ruxshona. I'm 9 years old. O'zi telefon, planshet foydalimi, zararlimi? Zarar. Nimasi zarar? Ko'zi qizil bo'lmasligi uchun ko'rish kerak emas. O'zbek tili. O'zbek tilim elimning o'rib turgan yuragi, o'zbek tilining yurtimning tarix kelajagi. Bobom Mahmud Qo'shiqari ardoqlarda buyuk til, ulug' shoir Navoiy hamsa bitgan suyuk til. Kimning ona vatani mehri bo'lsa ifoda. O'zbek futbolchilarini bilasizmi? Ha. Kimlarni bilasiz? Abbos Fayzullayev, Abduqodir Husanov, Erkinov, Shomurodov, yana boshqa.